Assalomu alaykum, qadrli loyihamiz kuzatuvchilari va ishtirokchilari. Kuni kecha 6-iyun sanasida To'maris avlodlari loyihasining uzoq kutilgan oylik yarim final bosqichi yuqori hayajon va shiddatli kurashlar ostida bo'lib o'tdi. Unda oy davomida o'zini ko'rsatgan 8 nafar haftalik g'oliblarimiz To'maris toj jangida o'zaro kuch sinashdilar. Loyiha qoidalariga ko'ra 50 k ball to'plagan g'olib uchun $100 pul mukofoti, 30 k ball to'plagan g'olib uchun $50 pul mukofoti belgilangan edi. Yarim final ishtirokchilari munosib harakat qildilar, biroq bu galgi jangda yuqoridagi maksimal ball chegaralari zabt etilmadi. Shunday bo'lsa-da, qizg'in bellashuv natijasiga eng yuqori 10 k ball bilan Koroleva mutlaq g'olibalikni qo'lga kiritdi. Faxrli ikkinchi o'rinni esa munosib ishtiroki bilan Ko'zmunchoq egalladi. Koroleva va Ko'zmunchoqni ajoyib g'alaba bilan chorak final yo'llanmasi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga keyingi bosqichlarda ham munosib mardlik va omad yor bo'lishini tilaymiz. Mukofot jamg'armasi haqida muhim eslatma. Ushbu oylik finalda belgilangan ball ko'rsatkichlari 50 k va 30 k to'lmaganligi sababli ajratilgan pul mukofotlari kuyib ketmadi. Loyiha rahbariyati qaroriga ko'ra ushbu pul mablag'lari keyingi oylik yarim final bosqichining mukofot jamg'armasiga yo'naltirildi. Demak, kelgusi oyda kurash yanada kuchli va sovrinlar yanada salmoqli bo'ladi. Ya'ni keyingi oyda 50 k bilan g'alaba qozonsangiz $200, 30 k bilan g'alaba qozonsangiz $100 va qolgan ishtirokchilar ham yetarli darajada mukofotlanadi. O'zligini anglagan milliy g'urur va mardlikni ulug'lovchi qizlarimizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Loyiha muallifi, ta'sischisi va rahbari Madina Baxtiyorovna.